Ebibullah. Abayga tilimiz bilib ketdi. Qanday ahvolingiz abay? Bayon lag'mayib o'tirdingiz, paypoq yo'q tutda. O'sha ikki qizdan bu bitmanda yurib chiqgan bo'lsa bayon. Shu ash rasm chiqsalam olmadoga chiqib turadigan bo'lmoqmi? Bu maylilik. Atigan o'rni qo'p yuzni juytirgan bir odat o. Qoldi endi. Assalomu alaykum barliq aziz qarindoshlar. Yaxshimisizlar? Men oldi bilan shu Sabah Ma'rifat Ma'rif markazining qurilganligining 1 yilligini chin qalbimdan muboraklab, oldi bilan tug'ilgan kun naqshini bir aytaylik. Abay mo'mincha aytib beramidi? Men aytib beray. Bir Allohdan tillayman, bir Xudodan tillayman, bir Xudodan tillayman. Abi beste toyo, abi beste toyo, abi beste toyo, toyo, toyo. Bayatım ben yani bir yıldızga tügünü aldım yani. Çıkardaylık şatlık minutlarını epey mümin degende kızında koşup ketkendi. Ben şunda dedim o. Benim dedi çıkıldı. Ben de aziz qarindoshlarga bilishib o'zimni birdan maqtab beraydim. Sizlarga o'xshamaydigan taraflarimni bir deb beraydim. Mening o'sha bir xuyim, sizlarga o'xshamaydigan bir mijozim, deganda o'rnimdan turibla zat hech qanday ishim, hatto ulashtimi qilmay turib, yuzimni bir yuvib etaman. Asi yuz deganni haftada bir yuvsa, vallahi dechildi men kunduz yuyman. Bir yil mana qaynatamning ayolining qiziga konuşab berayotgani saq 12 yil bo'ldi. 12 yilning yapis chiqqan qolgan paydasiga bola bo'libdi. Bu balaning cho'nga qiz kichik cho'ngdan sal kichikroq qiz bo'lib qoldi. Doktorxonaga olsam shu kichik cho'ngdan kichik bo'ladi dedi. Men tang baqqan ba'zi-chu. Aqliqda bir jidal bilan ayolimni qo'yib qo'yatgan bilan haqli o'xshash sotni berib qo'yatmadim men. Darvoza qulubni chin silib bo'yliga qo'yatdim. Anını pişayman kısa kişilik kirib olganmiz, bali yetim bo'lmaydi ekanda. Yana bir shunda yaxshi yerimdan ota onam bilan shunda yaxshi o'tinaman. Urug' tuqqandek. Dada apa desam balam deb ichimni pishirib. Mushkamga dadamni ya apamni bilan qachat ya bir kaltak bilan urib baqqan bola emasman. Usam uraverma ishdan ba'da bizda. Deb shuni bilan bu gapni aslayman saqladim. Keçidi bir yugurib ketib bir to'chaga suvagan bilan mustalab qolgan cho'qqilar qilgan. Shuna bir yumurdan isamkamning bir salomlar vakil bir ishkini daptasan deyman. Başlaqlar. İsamkam bilan ishki bay o'ltirib, shu iyoni to'g'riliq paranglashib qoldi. Bir bay deydigan, sen qanday iyoni qilsan, sen qanday iyoni qilsan deb, bir bay men shu pullarimning hammani o'ylaga chiqib Oyunun o'ttirga arqandan birini tatib, arqandan shu turib pullarimni osmonga bir ataman, arqandan shu tushkunni uzamat qilib, teshigi tushkunni yana qilib etamansa, yana bir bay qo'pib, men shu pullarimning hammani o'ylaga chiqib, oyunun o'ttirga chambarakdan birini sizayman, chambarakdan o'ttirib turib pullarimni osmonga bir ataman, chambarakning shu tushkunni uzamat qilib, teshigi tushkunni yana qilib etaman deb bo'lib, hisobga necha pulingiz bor? 700 ming qo'y pul bor. Siz qanday yana qilasiz? Ben bunda arkamı tatmayman, çemberekmi sızmayman. Zemini kan pulunu oylaga açık deme, oylaga çıkıdı. Oyunun oturtup pullarımın asmanı bir katıman, yeği düşkünlüğü, üzemet kılıp, düşmeyi kaldım diye anlatırım. Şu İran'da bir cinayetçini dargasmakçı oldu. Dargasmakçı olup, nak meydan kelgendeyken, soraydıkken cinayetçinin. Hem de seni dargasmakçı olatımız ahırkı nemi telefon ba dese cinayetçisel kızıkçınımken menin telefon menin gelimki birlim teyse bak kitiş gitet dep bosmuş beldin assanlı mene degidek. Yani İsam Kam'ın yani birini de biteyim. Bir ayal küçük balsını ileyip avtobus bekette avtobus çıkış temsilip tutsa o bala hem de karşı Nayt, uruk, serek, yüzleri sepkün, çekim balkenler. Bunda bala degen çoğu olganda çıraylık, kirişken qametli kız yigitlerden bu bitiremdi. Bu ayal balını götürüp avtobus çıksa, avtobusun şoföründe qarab,
Yollah, ömrümde köygen en sert balıkına mava. Degендeki anısının konuğunu kepti. Keyni kütep balını kütürep, ecep kuşkam köpte desem, ayak diysem ken turupken, oy ettigen, nim tamak yigen. Oy tamak yigen gemez. Ma avtobus çıksam, ma balını bikalda ahanet, muşta tılak gitip barda şoför. Biz yiysem ken, siz o şoförü birnemi digen ma? Oy ya bikalda muşta tılak gittiniz. Oy unda olsa boğmaptı, men berip şoförüyle uruşup gelin. Ekelin ma maymunun balısını men tutup duraydı. Rahmat. Endi bizda ba'mi shu bir yezda tug'ilib, yezdan chiqmay shu yerda yashab, shu yerda qerib, shu yerda tugab ketirganlar. Shuning o'xshash bizdan bir chorvachi bir ballavada shu tog'da yurib, tog'da yashab, tog'dan tushmaylam, shaharni qandaligini uqmay yurgan. Shu chorvachi og'inimizning bir kuni 4 qo'y kamda tog'da qo'y beqyapti, bu qo'ylarim nega ketgandi deb yana bir tog'da qo'y beqyotgan oblamit degan adashga voqea qildi ekan mayoq turib. Ablamit, qo'ylarimni ko'rdingmi? desa u anglamaydi ekan, bu vaqiraydi ekan. Ablamit, qo'ylarimni ko'rdingmi? desa u anglamaydi ekan, bu vaqiraversa, mayoqdan bir sayohat chiqdi. O tog'da kedam bu yerda vaqasan anglamda. Uningda ma'nodili ko'rib olay deb durbinni tutqizib qo'yibdi-da. Elaqatash durbin ko'rib boqmabgan, durbinni ko'ziga bunday qarasa, Ablamit oldi turgan, Ablamit, qo'ylarimni ko'rdingmi? Rahmat.